35 yosh atrofida bo'lsangiz, aynan siz bopi X6 bo'ladi. 40 dan o'tganingizdan keyin X5 ga haydayverasiz. X5 bilan X6 ning farqi orqa ko'rinishida. Rostdan dizaynini yorib yuborganda, aynan menga ham va juda ko'pchiligiga BMWning eng yoqadigan modellaridan aynan shu X6 bo'ladi. Shu kecha kunduzda rostdan aytayapman, karillab aytolmayman. Bundan ishkalat narxga sizga X6 topib bera olmayman. Aynan shundan boshqa 32 ming probeg, 2023-yil kraskasi top-toza, komplektatsiyasini qarang. Karbon detallar, poli обшивка, torpedka, o'rta konsollar ham. Bauer Wilkin eng top akustika sistema. Patolog Alcantara va даже patologda ham mana akustika Bauer Wilkin. Bundan tashqari head-up display, barmoqda balon pas, barmoqda tekkizmasdan boshqaradigan jestlargacha bor. Mashina M paket, head-up display, panorama, undan tashqari panoramasi Sky Lounge bor. Yonadiganlik 32 ming atigi probeg. Oldi chasti brollar ham qilib qo'yilgan. Night diskelada. Xullas srochniga o'zi polni aytgan-ku. Oblisovkalari ham yonadiganlik. 88500 ga srochni bosib yuboring. Telegramga qo'ydik, keyiga. Qarangchi, Telegramdan baraka bo'ldi degan bo'lsak, demak Telegramdan sotilib ketyapti mashina. O'shaning uchun Telegramga o'tib oling. Birinchi bo'lib baraka qilib yuborasiz. Bosib yuboring jigar.